Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Srechko Katanis bilan bo'lgan suhbatning 3-qismini e'tiboringizga namoyish etamiz. Birinchi va ikkinchi qismlarni shu kanalda ko'rgandingiz. Xullas davomi. Milliy terma jamoa sobiq bosh murabbiyi Srechko Katanis saytimiz jurnalisti Abdulvosit Bektemirov bilan uchrashdi, deb xabar bermoqda Chempionat Aziya sayti. O'zing jahon chempionatida nimalar kutyapsan? Terma jamoa qanday natija qayd etsa, sening nazmingda yaxshi ishtirok bo'ladi? Srechko Katanis savol berdi. Qanday natija kutishni bilmayman. Biz bunday musobaqada birinchi marotaba ishtirok etamiz. Bilmadim. To'g'risi bu savolga aniq javob bera olmasam kerak. Guruh bosqichida munosib ishtirok etsak, yaxshi natijadek qabul qilinsa kerak. Agar guruhdan chiqsak, ajoyib va fantastik ishtirok bo'lardi. Men barcha o'zbekistonlik futbol muxlislariga bir narsani maslahat beraman. Terma jamoadan hech nima kutmanglar. Shunchaki ilk marotaba jahon chempionatida ishtirok etayotganingizdan rohat olinglar. Birinchi ishtirokda katta natija qayd etish oson emas. Jarayondan rohatlaning. Qanday natija qayd etilishi juda ko'p faktorlarga bog'liq. Masalan, qaysi jamoalar bilan guruhda o'ynash va boshqa minglab sabablar. Jahon chempionatini rohatlanib yashab o'tinglar. Qatar terma jamoasi o'zi mezbonlik qilgan jahon chempionatida qanday ishtirok etdi? Srechko Katanis savol berdi. Barcha o'yinlarda mag'lub bo'ldi va bor yo'g'i bitta gol urdi. Xuddi shunday, ular jahon chempionatiga 1 yil davomida tayyorgarlik ko'rishdi va 1 yil davomida yig'inlarda ishtirok etishdi. Terma jamoa futbolchilari mahalliy chempionat bahslarida maydonga tushmadi. Barcha e'tibor mundialdagi ishtirokka qaratildi. Yakunda esa bunday natija va bu normal holat. Dastlabki ishtirokda bunday natijalar qayd etilishi tabiiy. Bu endi boshlanishi degani. Qatar misoliga qaranglar va terma jamoadan ko'p narsa talab qilmanglar, dedi Srechko Katanis. Umuman olganda 3-saralash bosqichi haqida nimalar deya olasiz? Siz kutgan terma jamoalar mundialga yo'l olishdimi? Ko'p kuzatganim yo'q. Har doim jahon chempionatiga chiqib yurgan Yaponiya, Avstraliya va Koreya bu safar saralashdan o'ta olishdi. Srechko Katanis shunday dedi. Iordaniya ham o'z tarixida ilk marotaba jahon chempionatida ishtirok etadigan bo'ldi. Iordaniya Iroq bilan bir guruhdan joy olgan edi va ular o'rtasida juda keskin raqobat bo'ldi. Ha, Iroq endi play-off bahslarida ishtirok etadi. Srechko Katanis shunday dedi. Terma jamoaning so'nggi 3 ta uchrashuvda o'zgarishlar ko'rdingiz. Jamoani tark etganingizdan so'ng o'yin uslubi bo'yicha qandaydir yangilik sezdingizmi? Yana o'sha mavzumi? Deyarli o'zgarish bo'lmadi. Sabab o'zgarish qilish uchun vaqt yo'q edi. Men senga bir narsani aytay. Sizlar O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlaysizlar. Terma jamoa qayerda o'ynasa o'sha manzilga yetib borasizlar. Bu yaxshi. Terma jamoadan yorqin va hujumkor o'yin talab qilasizlar. Bu har doim ham to'g'ri emas. Futbolda vaziyatni his qila olish kerak. Meni jurnalistlar ko'p tanqid qilishdi. Terma jamoa namoyish etayotgan o'yin himoyaga asoslangani uchun. Mening nazarimda hayotda barcha mas'uliyat ustida quriladi. Futbolda ham shunday. Jamoaning mas'uliyati g'alaba qozonish yoki kerakli natijani qayd etish. Kerakli natija qanday yo'l bilan qayd etiladi? Uning qizig'i yo'q. G'alabaga erishish uchun esa hujumchilar o'z mas'uliyatiga javobgar bo'lishi kerak. Ya'ni raqib darvozasini ishg'ol etish. Himoyachilar esa darvoza daxlsizligini saqlab qolish va vaziyatlarni bartaraf etish. Mening mas'uliyatim esa ushbu jamoani tayyorlash. Hammasi juda oddiy. G'alaba qozonish uchun gol urish kerak. Lekin undan ham muhimroq vazifa gol o'tkazib yubormaslik. Jurnalist sifatida ham senda ham juda katta mas'uliyat bor. To'g'ri, ma'lumot yetkazish va har qanday vaziyatda neytral bo'lish. Barchamiz mas'uliyatni his qila olishimiz kerak. Barcha muxlislar yorqin futbol ko'rishni xohlaydi, lekin vaziyatga real nazar bilan qarash kerak. Agar men o'z jamoam raqibdan bitta ko'proq gol urishiga to'liq ishonch hosil qilganimda, zaxira o'rindig'ida turmay o'yinni kuzatgan bo'lar edim. Masalan, raqib 5 ta gol ursa, biz 6 ta gol urishimiz talab etiladi. Agar bu ishni har doim uddalay olsak, unda muammo yo'q. Eng yorqin jamoa biz bo'lamiz. Masalan, faqatgina Ispaniya va Fransiya terma jamoalari shunday tarkibga ega bo'lsa kerak xolos. Men 2019-yildagi Toshkentdagi O'zbekiston-Saudiya Arabistoni uchrashuvini stadionda turib kuzatganman. O'sha uchrashuvda O'zbekiston juda yorqin va hujumkor o'yin namoyish etgan edi. Bir savolga javob ber iltimos. Uchrashuv qanday hisob bilan yakunlangan edi? Srechko Katanis savol berdi. 3-2 Saudiya foydasiga. Ha, lekin o'shanda O'zbekiston terma jamoasi yorqin va ochiq futbolni tanlagan edi. Har qanday vaziyatda to'g'ri baholay olish kerak. Bu juda muhim narsa. Bir g'oyaga bog'lanib qolish noto'g'ri narsa.
dedi Srechko Katanes. Bilasizmi, mening fikrimcha, xorijlik murabbiylarning ko'p tanqidga uchrashi bir tomondan to'g'ri. Muxlislar va omma fikriga ko'ra, xorijlik murabbiylar mahalliy murabbiylardan ancha kuchli bo'lishlari va terma jamoani haqiqatan ham kuchaytira olishi kerak. Chunki biz xorijlik murabbiyga yaxshigina maosh to'laymiz. Murabbiyning maoshi esa oddiy insonlar to'layotgan soliqlardan to'lanadi. Xorijlik murabbiy jamoani kuchaytira olish degan fikr bahsli. Bu qanday murabbiy tanlashga bog'liq. Maydonda futbolchilar harakatlanadi. To'g'ri, murabbiy ko'rsatma va taktikani belgilab berishi mumkin, ammo maydondagi epizodda futbolchi yakuniy qarorni qabul qiladi. Yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan hujumchi qanday zarba berishga men ta'sir o'tkaza olmayman. U xohlasa so'nggi soniyada qarorni o'zgartirishi va boshqacha zarba berishi mumkin. Penaltilar ham shunday. Futbolchilar asosiy ijrochilar. Dunyodagi eng yaxshi murabbiy taklif etilsa ham barchasi maydondagi futbolchilarning yakuniy qarori va harakatlariga bog'liq, dedi Srechko Katanes. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.